Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetlik Haşimcan Kaşıgar Efendi, yaxşımısınız? Aleyküm selam. Yaxşı özünüzçe. Yaxşı, Allah'a şükür. Assalamu alaikum hürmetlik körer anlarımın. Siz mi yaxşı mı? Bugün men şundaq qaraymanның 25. sani. Biz bu sanda dostumuz Haşimcan Kaşıgar'ını ekranımızda kütüp alımız. Şundaqla Haşimcanның Tanrı'nın birlikiga bo'lgan qarashiga qaraymiz. Oldi bilan men Haşimcan Efendi'den Allah'ның birliki degan mushu atalg'u haqida savol so'rashdan boshlayman. Allah'ның birliki Kur'an'da Tavhidullah, yani tevhid deb atalgan. Bu Allah'ni birlik keltirish degan ma'nida. Allah'ni birlik keltirish yoki Tanrı'ni birliki keltirish Haşimcan Efendi Kur'an'da eskertilgan tevhid bilen o'xshash ma'nidimi? Salam hürmetli görülmenler. Ben Haşimcan Kaşgar. Bugün daha tüyoksuzlan bir meydana çıkış oldu. Tünügün bir telefonla şundasın bir paranlaşıp bu programın timisi ben şunda qarayman deydigan her adamniki özünün şahsiy qarshi fikri ne dadillikla o'ttirib qo'ydigan bir meydan bo'lganligi uchun endi ben shu millatimizga ko'pchilikka ko'rmanlarga mushiyati bir yo'l ichib endi har odamniki ko'z qarash fikr erkinligiga hurmat qilgan asosda biz uyg'urlarning ishidami har kim o'ziniki ko'z qarashini o'ylaganlarini xiyolini dadillik bilan o'ttirib qo'yalisin degan bir rag'batlantirish insidan manda o'ttirib chiqdim endi o'ttirib chiqib shu programmani qo'llash yuzasidan degan bir tuyuqsizdan bir suhbat o'rlashtirish bo'lib qoldi. Shunlar menda yanmadim. Shunda aslında bilginimizni bilgancha bilganlarimizni o'rtoqlashimiz, bilmagan yerlarimiz bo'lsa mishada cho'nglarimiz va ustozlarimiz va saboqdoshlarimiz va bek biladiganlar va shulardan hamda o'rtoq bir tushunish, fikr almashtirish hosil qilib o'zaro yordamlashgan asosda o'rganamiz deb hem chiqib qoldim o'z o'rinlarga. Shu hamda xatoliklar bo'lsa, gapda egizpas kamchiliklar bo'lsa tuzishingni so'rayman. Endi hozir bugungi temaninki mavzusi ham shu ilohninki yakkayeganligi, ya'ni buni arabchada tavhid deb olgankan, biz hamda buni tavhid deb qabul qilishimizga sabab chunki biz uyg'urlar shu dinni o'zimizniki koni diniy e'tiqodlardan chetlagan asosda hamda arablarniki dinini biz dinimiz deb qabul qilgan bo'lganligimiz uchun shunga bizniki iloh hukmi, iloh qarashi shundoqla ilohninki biz uyg'urlar hamda qadim turklar tangri deb olganda shu tangrininki sifatlari va xarakter aloyidliklariga qaratilgan sifat shu hukmlarniki hammasi bizga arablardan singdirilganligi uchun shu hozir shu temadimi Qur'ondagi tavhid kalimasi degan tavhid degan arabcha gap. Buni uyg'urchaga tarjima qilsak birligi.
faqat birisilan bor, ikkinchisi yo'q degan gap bo'ladi. Buni Xitoycha bu bakrak nimsalar duyi vuor deganga tushidi bu. Shunga endi bu jihatda endaliqi bir fikr almashtirish baqayli deb o'zuronglar chiqib qoldik. Shunga men degandagidek Qur'oni Karimdagi tavhid bizga dinda tushirilgan tavhid deganda endi Uyg'urlarcha faqat bir islom bor, ikkinchisi yo'q. Bu ilohning xususiyatida. Bu Yüzvettim keçirim. Siz eskertkendek bu Kur'an'daki barlık atalgılar, sözler bizge şu Arapça petikirgen. Şuna biz mesela birlikni, Tanrı'nın birlikini tevhid dedik. Tevhidni işiltimiz. Şunun okşaş mesela tepiş, tapmak degan ma'nida keladigan hidayet sözünü yine hidayet deb ishlatamiz. Shuningga o'xshash masalan nurg'un Qur'ondagi so'zlar bor. Masalan sirotil mustaqim deymiz, ibodat deymiz. Yine nurg'un so'zlar bor. Bu sözlerinin hemmisi bizning hozirgi dini kamusumuzda hemmisi degidek Arapça qo'llanadi. Menimcha şu sözlerinin Arapça qo'llanishimi Uyg'ur musulmonlarininki Qur'onni o'z ma'nosida tushunish yo'lida to'sqinlik bir rolni o'ynab qilyotidi deb qarayman. Çünkü biz Arapça sözünü işletken vaqtida onun asli ma'nosini, lug'at ma'nosini bilmaganligimiz uchun bizga bu söz bir xil g'uva, tutuq, tushuniksiz tuyulib qoladi. Shundaqla bu sözning Qur'on tafsirchilari yuklagan ma'nolarini biz Qur'ondagi shu so'zning haqiqiy ma'nosi o'xshaydi deb qabul qilamiz. Shunga o'xshash tevhid degan so'zmi masalan bizga shundaq kirgan ve biz şunu işletip geldik. Tevhid, tevhid, tevhid deb. Ameliyatda o siz eskertip ötkendek Allah'ın yekkiganlığı, Tanrı'nın yekkiganlığı, birligi. Hem de şu birlik vaki yekkiganlık yaki tenhalık. Din ibaret Tanrı'nın şu en çok büyük süpti zadi Tanrı'nın haysi tarifini bizge gevlendirip berdi, yoğurtup berdi. Bu birlik. Kandak birlik. Yani bunu mesela hazırki Musulmanlarının inida Allah'ın birliki deyilgen vaxtıda yoki tevhid deyilgen vaxtıda Kur'an'da atalgan Allah sözü muşula ilah kalganları her kandak tıllarda ve her kandak kitaplarda, samavi kitaplarda atalgan başka isimler, meyli Yehva demdik veya ki bizning qadimki Uyg'ur etiqadidagi, dini etiqadidagi köf demdik. Bularning hammasini bu emas. Yani bu Allah emas. Çünkü Allah bir. Şuna Allah Tanrı yani fakat Allah. Kur'an'da kelgan atalgan Allah şu deb qaraydi. Yani tevhid yoki Allah'ın birligi yoki Allah'ın yekiganligi, tenhaligi fakat mushu ma'noni bildiramdi. Bu yaxshi bir boshlanish oldi bu. Hamda bizlarga bayanmi gapning beshida tavhid degani shu yaratquchi ilohni, ya'ni butun olamlarningki yegani birdan yaratquchi bor degan gapniki qisqartirilgan bir arabcha atalishiga. Hamda
biz aşu tevhid ufkumu yani ilahi ufkumni biz özümüzninkini tashlatıp Araplarninkini qabul qilgandan keyin Araplarniki bizga yuklagan tushuntirish bo'yicha tevhid degan mushunda o'xshaydi. Alloh degan shu Araplarniki Alloh silab boshqa bir ilahiy atalg'ular yo'q o'xshaydi deb shu Araplarniki majburiy ming'ishish bilan biz shu Alloh deganni o'sha Allohlam iloh boshqa Allohdan boshqa hech qanday bir iloh yoki yaratquchi narsa yaratquchi mavjudot mavjud emas degandagidek shunday bir xato tushunchaga kelgan bizga shunday bir xato tushuncha singdirilgan. Endi bu iloh degani endi arabchadan qabul qilganda arablar endi shu barliq olamlarniki yaratquchisini Alloh deb ular o'zining tilida ataydi. Endi men inglizlarga kelsak, bu inglizlar God deydi. Shu inglizlarning tilidagi God degani arabchadagi Alloh bilan o'xshash tengdoshda. Endi inglizning qishig'iribmi God degan nima degan gap desa, bütün osmon zamin maxluqot mavjudotlarni yaratgan shu eng oliy supreme being deydi, eng muqaddas birlikdir deb shunday deb qaraydi. Endi biz Uyg'urlarda, endi biz Turklarda qadimda bu o'zimizningki diniy e'tiqodimiz bo'yicha shu olamlarning butun yaratuvchisini Tangri deb manda atagan ekanmizda. Endi bumu Xudoning diniga solsa, Tangrining diniga solsa, bizning ataqanimizmi to'g'ri bizning Uyg'urcha atishimizdagi. Agar endi Uyg'urlar Arabning dinini qabul qilgandan keyin Allohni ya Tanrimiz deb shu petlikka uni tarjima qilmay Alloh deb odatlandi. Bu odatdan bo'lgan narsa, uni tarjima qilish to'g'ri kelsa, bizning Uyg'urchadagi yoki bo'lmasa turklarning e'tiqodidagi Tangri arablar e'tiqod qilayotgan Alloh o'xshash shu. Faqat lekin Alloh degani arablarniki o'zining tilida atilishi. Bu haqda meniki ko'z qarashim shunchalik. Bu Mesela Allah degan sizning shu so'zingizga davomlashtirib men shu Allah degan so'zningki arab tilidagi etimologiyasini bir tushuntirib o'tsam, Allah ilah so'ziningki deymiz belgilangan şekli. Belgilengen degan vaqtida bu yerda biz Uyg'urchada yo'q bu. Masalan inglizchada the degan nima? Masalan stone, this stone, man, the man deki ashu iniqlama hamda iniqlama qo'shimchasi. Bu asli iloh, ya'ni butun arablar Tangrini iloh deb atagan. Anandan keyin Qur'onda mushu iloh degan mushu majhul so'zni, ya'ni iniqlash qo'shimchasi kelmagan shakldagi mushu so'zni arabchadagi ya'ni degan qo'shimcha, iniqlash qo'shimchasini qo'shib el ilah deb shu Alloh deb mushu so'z yasalgan arabchada. Shuning bilan Qur'onda ilohni Alloh deb atagan. Allah deb atagan. Bu Allohninki, ilohninki Qur'ondagi atilishi. Atilishi degan vaqtida ism. Ya'ni bu bir ism. To'g'ri. Chunki masalan Allah degan vaqtida albatta Allah otdan boshqa narsa emas. U bir ism u Allah degan. Shunga o'xshash Uyg'urlarmi Tangri deganni uni atagan. Tangri zodi nima? Bir Tangri nima u degan vaqtida ko'k deb atagan. Ya'ni ko'kmi xuddi Allohga o'xshash Tangrining yoki ilohning bir eti, bir ismi. Shunga o'xshash masalan alayliq Yahudi dinida u Yahvo deb atalgan. Tangri yoki iloh Yahvo deb atalgan. Shunda onda Yahvomi Tangrining yana bir eti. Başka bir ismi. Demek Tangri degan bu hukm yoki iloh degan bu hukm yoki Xudo degan bu hukm yoki God degan bu hukm bu siz biraz burun eskartganga o'xshash shu bir narsaning boshqa o'xshamagan tillardagi atilishlari. Masalan bu Farslar Xudo deydi masalan. O'xshamagan atilishlari. Lekin shu
tillarda ularning shu tanrisi yoki xudosi yoki ilohi atalgan, ya'ni ism qo'yilgan uningga. Mushu birlikka kelgan bir tangri shu deb. Shunga Qur'onda uni Alloh deb atagan, Uyg'urlar, qadimgi Uyg'urlar uni kök deb atagan. Shundaq bo'lgan vaqtida kökmu, Allohmu o'xshash bir tangrining otlari bo'ladi. Endi bu yerda tavhid hukmida musulmonlarning tavhid tushunchisida bular ismlar to'g'risida jidal majro qilishida talash tortish qiladi. Masalan, Alloh o'xshash bir narsaning bir eti bo'lgan Allohni shu tangri, buningdan boshqasi yo'q desa, masalan, ko'kni yeni bir eti bo'lgan, ayni bir narsaning yeni bir eti bo'lgan ko'kni bu emas deb turib oldigan gap. Demak, bu yerda musulmonlarning engidagi, tushunchidagi tavhid faqat o'xshash bir barliqning, ya'ni Tangrining otlari ustidagi tushunchalardan iborat bo'lib qoladi. Agar biz masalaga shunday qaragan vaqtimizda Alloh bilan ko'kning ikkilisining birligi, ya'ni yakkiganligi, tenhaligi bu qaysi tarafdan tushuniladi? Ya'ni bu ikki ism qaysi bir narsani atagan, ya'ni nimani atagan, qandaq bir barliqni atagan, nimani atagan, masalan, uningdan boshqasi bo'lmaydigan. Endi bu savolni yana ishkirlab tushuntirib so'ray. Masalan, Qur'onda Laysa kemislihi şey degan oyat bor. Laysa kemislihi şey. Bu oyatning so'zma-so'z tarjimasi uning o'xshashi bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa uningga o'xshash narsa bo'lmaydi. Uningga o'xshash shay'i bo'lmaydi. Undaq bo'lgan vaqtida u hech qanday narsalarga o'xshamaydi. Ya'ni hech qanday bir narsa mavjudlikda uningga o'xshamaydi. Chunki u birla. Shay'ila ko'p. Masalan, koinotda shay'ila nurg'un, ko'p, sanoqsiz. Lekin u bir, faqat bir. Undaq bo'lsa, u nima bo'lishi kerak mushu bir? Sizningki qarashingizda yoki sizningki tushunchangizda, tavhidga bo'lgan tushunchangizda. Endi ya tavhidga bo'lgancha butun olamlarniki, endi maxluqot mavjudotlarniki hammasiniki faqat birlam yaratquchisi bor. Endi shu birligi yaratquchisi endi har millatning dunyoda har xil millat qavm qildik deb Qur'on Karimda oyat bor. Endi shu yaratquchi Tangrini biz Turklar Tangri deb atagandek, ham boshqa millatlarmi o'zining tilida atagan. Endi bu yerdagi yaratquchi Tangrininki bizning tilimizdagi Tangrininki hammaga qodir, maxluqot mavjudotlarninki hammani yaratgan yaratquchilik sifatlari va xususiyatlari bilan bu arablarninki da'vatgan Allohsi bu ikkisi o'xshash bir narsani ko'rsatadi deb qarayman. Faqat lekin u yaratquchini arablar Alloh deb atagan, biz Tangri deb atagan, farislar Xudo deb atagan. Endi bu atashma xato emas. Masalan, Qur'oni Karimdagi bir oyatda Qur'oni Karimdagi bir oyatda Alloh o'zi shunday deydi: "Sizlar Alloh deb atsanglar ham bo'ladi, Rahman deb atsanglar ham bo'ladi. Qaysi ism yaxshi bo'lsa, Allohni shunda atanglar" deb bu Qur'oni Karimdagi bir oyat bu. Shuning qarta endi bu yaratquchiniki tek bir yaratquchi borligi, maxluqot mavjudotlarni yaratgan bir yaratquchi borligi bu hamma millatning tilida mavjud. Lekin bu shu yaratquchi
zatninki qandaq sifatlanishi yoki bo'lmasa ismda otilishi buningda bir o'xshamasliklar til farqiga ko'ra o'xshamasliklar mavjud. Hamda ikkisiniki ko'rsatgan ufqimi beradigan ufqimi o'xshash bir ufqim bo'lamdi desa, masalan farscha xudo, inglizcha God, turkcha Tangri, arabcha Alloh, hamda ashuniki hammasini ko'rsatadigan beradigan ufqimi oxirgi ufqimi o'xshash deb qarayman men. Shundoq. Lekin bular masalan alaylik bu uchilisi yoki siz hozir eslatgan masalan Tangri, Xudo, Alloh. Mushu uch ismi isim bir narsaninki üç ismi süptide aşu bir. Onu Kur'an'da El-Ekber deb ataydı. Değil mi? Ekber deb ataydı. Allahu Ekber. Yani onun birlikini, yekigaligini, tenhalıkını ifadeleydiğen, bildirdiğen süpet onun teximi çoğunluğu, çoğunraklığı. Şundaq boğa vaxtıda biz Ekber degen muşu sözge zihnimizni merkezleştirip Allah'ın yoki Tanrı'nın yoki Xudoning muşu ortak bir süptini, yani Ekber süptini tushunishga tirishishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda siz bilan birlikda shundaqla ko'rarmanlar bilan birlikda endi mushu Ekber, Allahu Ekber degan oyatdagi Ekber degan mushu so'zni qandaq tushunishga bo'ladi? Masalan, Uyg'urchada Ekber degan so'z cho'ngroq, texmi cho'ng degan ma'noda. Ya'ni bir narsani biz cho'ngroq, eng cho'ng deb tushga bilamiz. Cho'ng degan mu cheklik bo'ladi. Ma'u cho'ng degani cheklik. Ya'ni uning cho'ngligining cheki bor. Eng cho'ng degan mu uning cho'ngligining cheki bor. Cheki bo'lganligi uchun biz eng cho'ng deyaladik. Chunki eng cho'ng degan narsada biz bütün narsalarga silishtirib, uningdan texmi cho'ng emas, eng cho'ng deb ma'u chekini berdik. Cho'ngliqning chekini berdik. Lekin Qur'on bu yerda Allohu Ekber degan vaqtida masalan Allohni eng cho'ng demagan. Eng cho'ng bo'lsa arabchada el-Ekber bo'ladi. Cho'ngmi demagan. Cho'ng bo'lsa kabir bo'ladi. Bu yerda Allohu kabir deyilmagan. Allahu Ekber deyilgan. Demak, bu yerdagi sifat cho'ngmi emas, eng cho'ngmi emas, cho'ngroq, texmi cho'ng. Texmi cho'ngning yoki cho'ngroqning cheki bo'lmaydi. Cho'ngroq degan vaqtida u har qanday narsani cho'ng desang, Alloh texmi cho'ng. Cho'ngroq, uningdan cho'ngroq degan gap. Shunda bo'lgan vaqtida cho'ngroqning cheki bo'lmaydi. Cho'ngning cheki bo'ladi, eng cho'ngning cheki bo'ladi, lekin cho'ngroqning yoki texmi cho'ngning cheki bo'lmaydi degan vaqtida bu yerda Allohning cheksizlik sifatini bildiradi. Cheksizlik, ya'ni Alloh cheksiz bo'lganligi uchun u birdan bir bo'ladi, yakkigani bo'ladi degan. Shundaq bo'lgan vaqtida hozirgi zamon musulmonlari Allah'ni muşu cheksizlikda ko'ramdi. Ya'ni Allah'ni birlik keltirgan vaqtida Allah'ni cheksiz ko'ralamdi. Chunki Allah'ni cheksiz ko'ramagan vaqtida uni birlikka keltirgan bo'lmaymiz. Cheklik ko'rgan bo'lamiz. Cheklik ko'rsak ya u cho'ng bo'ladi, ya bo'lmasa eng cho'ng bo'ladi. Lekin sizga ma'lum, hammamizga ma'lum, musulmonlar Allohni eng cho'ng deb tasavvur qiladi. Eng cho'ng deb. Lekin eng cho'ng deb tasavvur qilishning o'zimi uni cheklaganlik bo'ladi. Chunki eng cho'ng cho'nglikning
cheklik ekanligi, ya'ni cheki borligi. Shunga qadimki Uyg'urlar Allohni ko'k deb atagan vaqtida ko'kni cheksiz ko'rgan. Ko'kni cheksiz ko'rgan. Cheki yo'q ko'rgan. Shunga u birlikka kelgan Tangri bo'lgan Uyg'urlarning qadimki tasavvurida, Alloh bo'lgan tasavvurida. Musulmonlar hozir Allohni birlik keltirdik. Allohni birlik keltirimiz. Alloh birdir degan vaqtida zodi ular Allohni cheksiz ko'ramdi yoki cheklik ko'ramdi sizcha? Bu haqda bayam sizlarga Arabcha akbar degan so'zni o'ttirib tashladingiz. Hamda Arabchada akbar degan so'z agar uni to'g'ri talaffuz qilib al akbar deb oldiga alif lamni qo'shib desa, bu chaqda uning ma'nosi boshqa bo'ldi. Akbar degan so'z arab tilining grammatikalik xususiyati bo'yicha cho'ngroq degan bo'ldi ekan. Shunday bo'lgan chaqda akbar bo'lsa, buningdan yana bir cho'ngi bo'ladi deb buni tamoman qiyos qilishga bo'ladi. Chunki akbar selishtirma daraja cho'ng, cho'ngroq, undan keyin eng cho'ng. Meningki bilginim ko'ra bizlarga yana desam yana shu bizlarga ilohiy, ya'ni diniy hukmlarni iloh haqidagi tushunchani arab tilining kitobidan, arabning dinidan qabul qilib, shu bo'yicha o'rgatilganligimiz uchun hamda shu Qur'onga murojaat qilamizga. Qur'oni Karimda Allohning sifati al-kabir, al-kabir, eng cho'ng. Hamda u eng cho'ng degani hamda uningdan cho'ngimi yo'q. Hamda o'sha hammani o'z ichiga olgan, o'sha mutlaq degan hamda mushmanda tushunishga bo'ldi. Lekin bayam siz deganingiz akbar degani cho'ngroq bo'ladi. U chaqda bu akbar degan cho'ngroq degani bu Xudoning xususiyati, Xudoning sifatlaridan birisi bo'lsa, hamda buni o'sha musulmonlar namozlarimda deydi Allohu akbar deb boshida deydi Alloh cho'ngroqdir, Alloh cho'ngroqdir degan gap bu. Agar ashular ashu hukmni to'g'ri ashu hukmni tuzitib uningga to'g'ri bir ota nom bilan, ya'ni Allohul kabir deb manda atamasa, bu Qur'ondagi hukm bo'yicha bu gunoh bo'ladi bu. Chunki Allohu akbar desa Alloh cho'ngroqdir degan bo'ldi. Andan cho'ngroq bo'lsa bu selishtirma daraja uningdan cho'ng yana bir Alloh bor degan manda hukmi yotadi. Shu ma'vi so'zni endi yaxshiroq izinib tadqiq qilish kerak. Lekin Qur'oni Karimda deyilgan Allohning sifatlaridan birisi el-kabir. Akbar deb Allohning Qur'oni Karimda sifati yo'q. Eng cho'ng deb. Endi bu cho'nglik makon, zamon, sharoit bilan cheklanmaydigan shu faqatliki Allohga, ya'ni yaratuvchi Tangriga taalluq bo'lgan ashunday bir sifatda biz o yaratuvchi Tangri qanchalik cho'nglikda uning hajmi hech nimasini bizdan xabarimiz yo'q. Biz ko'rmadik. Bayamalqi Qur'ondagi oyatni siz yaxshi dedingiz, Xudoga o'xshaydigan zaminda hech nima yo'q dedi. Xudoga o'xshaydigan, Tangriga o'xshaydigan hech qanday narsa mavjud emas degandan endi biz uni tasavvur qilib, biz uni kallamizga sig'dira olmaymiz. Chunki bizningki barliq tasavvurimizdan kechgan yoki bo'lmasa xiyol qilgan o'ylaganlarimizning hammasi biz chekli qobiliyatning ishida, shu Xudo bizga ato qilgan ilmning ishida, shu mang'vatgan bir narsada, masalan, mashinani yasagan injenermi shu mashinani soatiga 200 kilometrdan oshmaydi deb shu sur'atni belgilab qo'ygan bo'lsa, 200 kilometrning sirtiga har qancha qilsangiz chiqolmaysiz. O chog'i siz 201 kilometrning sirtida qon tezlikda mangsa nim bo'ladi. Shuni biz tasavvur qila olmaymiz. Chunki bizda unda bir iqtidor yo'q. Shu hamda Allohniki, Tangriniki sifatlaridan birisi el-kabir, eng cho'ng. Ondan onunki gapimizning beshi qaysa tavhid kalimasida ahad, qul huvallohu ahad, Allohu samad deb Qur'oni Karimda shunday deb, Alloh yolg'izdir, yeganidir. Hamda bu yolg'izlik, yeganlik onunki hech qanday tangdishi yo'q. Tangdishi yo'q degan men mushmanda tushunaman. Hamda bak uning ustiga hamda bizga berilgan bilim, uningki hukm nimchak bo'lganlik uchun hamda bak uning o'ziga men o'tamayman.
Lekin Allah'ınki yaratış Tanrı'nın sıfatlarından birisi El-Kebir. O yani en çok yüksek, onun çoğumu yok. O hemmini öz içine algan, aşina bir yüksek bir mevcudat. İki ayet bereyim ben. Hoş. Mesela biri leyse kemislihi şey, yeni birisi Allahu muhitun bi kulli şey. Ya mesela Allahu bi kulli şeyin muhit. Şu iki sözde, şu iki ayette birincisi leyse kemislihi şey, onunla okşaş şeyi yok. Yeni birisi Allahu bi kulli şeyin muhit. Allah her şeyini orap durgucudur deydi. Demek onunla okşaş şeyi yok degan gap bu yerda yeni bir ma'nini ilib aytganda u şeyi emas degan gap bo'ladi. Anandan keyin ikkinchi oyatdagi Allahu bi kulli şeyin muhit, yani Allah her şeyini orap turgucudur deganda u şeyini orap turadigan, her bir şeyini, her qandaq şeyini orap turadi ve hamma şeylarni orap turadi degan gap. Çünkü her bir şeyini orap turguchi degan gap, hamma şeyini orap turguchi degan gap. Endi siz qarasangiz, agar hozirgi zaman tilimizda koinot deb olsak, koinotda ikki narsa bo'ladi. Ikki xil narsa bo'ladi. Biri şeyi yani madde, neyse, bu kök. Yani şeyinin okşuşu var diyen gel. Okşuşu var. Şeyinin okşuşu var. Hem de kainatta şeyi bilen yeni bir nersi var. Yani kainat iki nersinin terkip tapkan, biri şeyi madde, yeni birisi boşluk. Lekin boşluk birli boşluk var. Şundaqla boşluk şeyiga o'xshamaydi. Demek şeyi o'xshashi bor ko'p, boşluk birla, yakigana, tek, tenha ve onun o'xshashi yok. Çünkü birinin o'xshashi bo'lmaydi. Mesela boşluğun o'xshashi bormi? Yok. Lekin şeyinin o'xshashi bor. Anandan keyin ikkinchi oyatdagi Allah her şeyini orap turguchidir degan oyatdagi orap turguchi demisimi boşluk her şeyini orap turadi. Boşluk her şeyini orap turadi. Mushu ma'ndan ilib aytgan vaqtida ve mush ikki oyatni solishtirgan vaqtimizda Allah'ın her şeyini öz içine algan boşluk ekanligini tushunamiz, tasavvur qilamiz. Ve o boşluk bir ve onun o'xshashi yok. Mana mushu boşluk ne? Boşluk ne? Qadimgi Uyg'urlar kök deb atagan. Hozirgi zaman Uyg'urlari kökni burumlagan şekilde, ma'nisi burumlagan şekilde tushunadi osmon deb. Amaliyotda osmon emas kök. Qadimgi Uyg'ur tilida ma'nisi boşluk. Onundan başka Kur'an'da osmon degan so'zni mushu boşluk ma'nisida ishlatgan. Masalan, es-semavati vel ard. Yani Allah'ın halık-ı semavati vel ard. Yani osmonlar bilen zeminni yaratquchi deb ataydi. Osmonlar bilen zemin. Bunundan başka barlık yok göz aldığınızda. Mevcudat yok. Mushu kainat anandan keyin osmonlar deb atagan, bir osmon emas, osmon demagan, osmonlar deb atagan. Shundaqla mushu osmonlarni 7 osmon deb atagan. 7 osmon degan. Endi mushu 7 osmon ve osmonlarni yeni bir oyatda oyatninki arabcha nimasi esimda yo'q, qiraat qilib berolmayman. Lekin ma'nisi ko'midinglarmi?
Osmonga qaramadinglarmi? Osmonni biz üstülep yarattık. Şundaqla osmonda hech qandaq bir yirik ko'rmaysizlar deydi. Sürü tabarikte bağının beşiği değil mi? Hozir mushu oyatda yirik yo'q. Ya'ni osmonda yirik yo'q. Chunki yirik bo'ldi degan gap, bo'lindi degan gap. 2 parcha bo'ldi yoki 3 parcha bo'ldi, yirik birni ikkiga bo'ladi. Shuning bilan bu ikki bo'lib qoladi, bir emas. Lekin mushu osmonni tasvirlagan vaqtida mushu oyat uning bir tutashligini, birligini muayyanlashtiradi. Uning ustiga 7 osmon degan hukmmi, tushunchimi? Qur'onning ba'zi oyatlarida bu osmonlarninki qaysi qanday shaklda tasavvur qilinishimi shariylangan oyatlar bor Qur'onda. Bu oyatlar osmonning bir tutashligini, shundaqla uningki üstimizdimi, ostimizdimi, o'ng tarafimizdimi, so'l tarafimizdimi, oldimizdimi, keynimizdimi, ichimizdimi borligini deydi. Hem nurg'un oyatlarda masalan qayoqqa yuzlansang Allohning yuzi shu yerda, shu yoqda degan oyatlar bor. Ya'ni qayoqqa yuzlansangiz siz bo'shliqqa yuzlanasiz. Qayoqqa yuzlansangiz bo'shliqqa yuzlanasiz. İçinizga yuzlansangizmi bo'shliqqa yuzlanasiz. Shunga qayoqqa yuzlansangiz Allohni ko'rasiz. İçinizga yuzlansangizmi Allohni ko'rasiz. Chunki Alloh sizning iç teshingizda. Hamma yerda. Mana mushu Allohning birligiga bo'lgan ishorat sifatida Qur'ondami uning bo'shliq ekanligini imo qiladi. Imo qiladi degan asli arabchadami vahiy deb atalgan. Payg'ambarimizga, elchimizga Muhammad alayhisalomga mushu vahiy kelgan. Shunga qadimki Uyg'urlarmi Tangrining birligini mushu shaklda tushungan. Ya'ni uning o'xshishi yo'q. U birdan bir yakkigona, u hammani o'z ichiga oladi deb tushungan. Chunki hammani o'z ichiga oldi degan vaqtida har qanday mavjudlik Allohning bir parchasi, bir tajallisi sifatida, ya'ni shu Alloh hisoblanadi. Shunga Mahmud Qashqari Divani lug'at turkda Uyg'urlarni sifatlab her narsani Xudo deb turib oldigan jahil kofirlar deb atagan. Chunki Alloh hammani o'z ichiga olgan ekan, hammani, har shayini o'rab turg'ich ekan, u chaqda her şeyi Allah'ın parçası olur degan gap. Sonra mu Allah'ın yedi bir tecellisi. Mana Uyg'ur qadimki Uyg'urlar mushundaq ko'rgan birlikni. Qur'ondami mening Qur'onni o'qishim va tushunishimda Qur'ondami Allohning birligini mushundaq ko'rgan. Ya'ni uning hech qanday bir shayga o'xshamaydi. Shundaqla har shayini o'rab turdi. Bu bo'shliq, ya'ni ko'k bo'lmay nima? Mushundaq so'rashqa bo'lamdi Allohning birligi haqida, tavhid haqida. Hem bu yerdagi osmon hukmini shu joyning o'zida ko'k deganda shu qadimgi Uyg'urlar yoki turklar osmon deb ishlatganmi va yoki bo'lmasa Tangrining sifatlaridan birisi deb ishlatganmi? Hamda buni iznini beqish kerak. Hamda ko'k degani osmonni ko'rsatdi degan bo'lsa, Qur'oni Karimdagi oyatda bayam sizni o'qib o'tdingiz. Alloh osmonni bir-birisining ustiga tabaan an tabaq deb taxsining ustiga taxsini qo'yganda dissilab manda 7 qat osmon qilib yaratdi, tibaqa deb osmon qilib yaratdi deganda
Endi onun keyin yana bir oyatda Alloh osmon zaminni yaratib bo'lgandan keyin ondan erish qarab yuzlanib, erishning ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi deb Qur'oni Karimda oyat bor. Endi bu yerda biz Uyg'urlarniki qadimgi diniy iqimida ko'kni siz hozir ko'k shu tangri deb shunaqa izohat beryapsiz, lekin Uyg'urlarniki yoki qadimgi turklarniki e'tiqodida shu hammaga qodir bo'lgan, undan keyin shu osmon ko'kni yaratgan shu eng buyuk el kabir bo'lgan shu mavjudotni tangri deb shunda atab ekan. Hamda mayada sizning tushunishingiz bo'yicha osmon ya'ni ko'k degan gap bilan tangri degan gapning o'rtasida farq mavjud bo'ldi. Tangri degani shu osmonni ya'ni ko'klarni yaratgan bir yaratuvchi bo'lgan bo'lsa, ko'k degani osmon deb manda tushunilishi to'g'ri bo'ldi deb men manda deb qarayman. Lekin hamda o chog'dagi Uyg'urlar ham shu ko'kni osmon deb tushunganmi yoki bo'lmasa tangrini ko'k deb tushunganmi, buni bekrak izlanib beqish kerak. Menimcha tangri degan gapninki kelib chiqishga qarasa qadim turk tilininki ishlatilishida bu tankirdi degan manda gap ma'nada ishlatilganda tankirdi, ya'ni aytganda tala chiqib tong otgan chog'da tong otdi, undan keyin bir yorug'lik kirib zaminni yoritdi. Shuningga o'xshash shu nurni hamda shu zaminni yoritganlik uchun tankirdi deb shunday atab ekan. Endi bu vaqtlarniki zamonlarning o'zga o'tishi bilan hamda tankirdi degani qisqaroqligi tangri deb manda holatga o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar endi osmon ya'ni ko'k degan tushunchangiz bilan talashmayman, lekin mana tangri degan atalg'ini shu nur yoki bo'lmasa nur kirdi deb shuni tushunib tang kirdini keyin tangri deb shuni atalgan bo'ldi deyilsa, shuna tushunilsa, bu Qur'oni Karimdagi yaratuvchi tangriniki Allohniki bir sifatlarga uyg'un bo'lgan bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda Allohu nuru samavati val ard deb bor. Alloh osmon zaminning nuridir deb bor. Shunday chog'da nur insoniyatga ya'ni zaminga chechildi, u nur insonning ichiga kirdi. Shuning bilan inson shu Allohniki nuri bilan nurlandi deb manda tushuncha bo'lsa, endi men ma'noga yaqinroq, lekin ko'kninki hozir tangri ekanligiga endi oyatda men bir narsa deyolmayman. Uni chiqlar izlanib beqish kerak. Lekin Qur'oni Karimda oyat bor, to'g'ri dedingiz, Alloh hamma shaylarni o'rab to'g'richidir deb. O'rab to'g'richidir deb oyat bor. Endi biz yana teminiki boshlaymiz, yaratuvchi ilohninki tavhidlik ya'ni yolg'izlik, yeganlik shu sifatlariga qaytsak ham uningdan cho'ng hech nima yo'q, uningga tengdosh bo'ladigan hech nima yo'q. U yakka yegona o'zilam bor, undan boshqasi ikkinchisi mavjud bo'lmagan ashunda bir yuksak barliq deb mushunda tushunsak to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Chunki biz Xudoni ko'rib boqmagan ekan-ku. Unda siz Xudoni ko'rib boqmagandan keyin deysiz-u, masalan, yine onu masalan mundaq ikki cümle bilan sifatlaysiz. Masalan, bu siz sifatlagan ikki cümle onun tengdoshi yo'q, biri. İkincisi onundan cho'ng narsa yo'q. Shundaqmi? Aha. Undaq bo'lsa, onun tengdoshi yo'q ve onundan cho'ng narsa yo'q deganni qanday bildingiz? Chunki Tanrı'nın özünün sıfatlarından birisi El-Kabir'de en çoğun, El-Kabir, en çoğun bo'lganki, onun çoğun hiç ne mevcut emas deb aşında düşünüş gibi oldu. Undaq bo'lsa, masalan, biz yine qaytib kökten gap başlayalım. Sizning ikki sifatimizni saqlab turib, bir tarafda kök qadimgi Uyg'ur tilida hargiz osmon ma'nosi emas. Chunki masalan biz yo'qlikdan paydo bo'ladigan, ya'ni yo'q narsaninki chiqishini
yine kökleş dep ataymiz. Kadimki Uygurlar şunda atagan. Muşu kökleş, köktiki, köklemdiki, köktatki, muşu kök, aşu kök Tanrı'daki köknün özü şu. Muşumu kök. Şundaq boğa vaqtida kökni fakat asmanga yoki renge tanqib qo'yishga bo'lmaydi. U chaqda biz kökke, kök Tanrı'ga yana shirik keltirgan bo'lamiz, o'xshashli Allohga shirik keltirgandek. Bu bir. Ikkinchisi endi kökning osmon emasligi yoki rang emasligi sizga aniq bo'lgan vaqtida sizning bergan ichki sifatingizga biz kökünü qo'yaylik, ya'ni bo'shliq ma'nosidagi kökünü qo'yaylik. Bo'shliqning tangdishi yo'q. Bo'shliqning tangdishi yo'qligi haqiqatmi? Bir. İkincisi boşluk Allah hemmidan çoğ dedik. Boşluk hemmidan çoğ, her narsadan çoğ. Boşluktan çoğu bulamdı. Demek sizning sifatlagan ichki sifatingiz kök, ya'ni boshliqning sifati emasmi? Hamda sizlar köknalga kökleşdiki, alqi bixlashga Uyg'urchadagi yerdan köklab chiqdi, u bo'ldi deb shuningga misol qildingiz. Lekin u yerdan köklab chiqdi deganni u urug'dan chiqqan bir kökda bu. Urug'dan köklab chiqqan. Hamda o chaqda shu köknimi shu Alloh desak, o chaqda Alloh bir narsani yaratilgan bo'ladi. Hamda biz bilgan Qur'oni Karimdagi Allohning sifatlaridan birisi Allah tug'ilmagan. O chaqda o Allah nereden kökü? O osmanlı kök desek, şu yerden çıkan kökler okşar desek, yerden çıkan kök bir uruktan çıkan kök olur. O çağda osman o kök mühendisini bergen o osman, o kök, o nereden çıkan kök olurdu? Mesela biz uruk qaraylı. Mesela tuncu bıx, yani tuncu kök, uruktan köklep çıkıdı şundak ko. Uruktan kökleydi. Yer astıda, toprak aslida urug'ni yerib ko'klab chiqadi. Lekin ashu urug' yana ashu ko'kning masalan bir urug'dan daraxt ko'klab chiqdi, daraxt bo'ldi. Mushu ko'klab chiqqan daraxtning o'zimi yana ashu o'zi ko'klab chiqqan urug'ni chiqaradi. Shundoq bo'lgan vaqtida bixni urug'dan tug'ildi, urug'dan chiqdi. Bix urug'ning urug' bixninki manbasi, aslisi desak, lekin shundoqla urug'mi bixning bixdan chiqqan shaklda bixmi urug'ning manbasi bo'ladi. Shunda bo'lganda urug' bilan daraxtni olsak, urug' daraxtning manbasi, shundoqla urug' yana daraxtning natijasi. Shunda bo'lgan vaqtida bu yerda tug'ish bo'lmaydi. Bu bir-biridan mushundaq ko'klash, mushundaq kengayish, mushundaq cheksizlikka minish shaklida tasavvur qilinadi. Ko'kning ma'nosi shu. Bu bir urug' bilan bix, urug' bilan daraxt ikisi bir narsa. Mushundaq ko'rishimiz kerak. Shunga qadimgi Uyg'urlar ko'kni shundoq ko'rgan, shunga shu bixlashni ko'klash deb atagan. Ya'ni Tangrining ismi bilan ko'k deb atagan. Belki men de o qarashlaringizdan xato deb degan olmaydi. Shu chaqning o'zidagi Uyg'urlar, ya'ni turklar ko'kni zar nima deb atagan, uni hamda aqtirib baqsaq bo'ldi. Lekin ham bu yerda ikki xil qarash mavjud. Hamda ilohninki, ya olimlarning parvardigori yaratquchi bo'lgan biz Tangri deylik, arablar Alloh desin. Allohninki hozirgi hakamlikda mening bilgan
mening izlanib topgan sifatlariga ko'ra uning boshlanishi yo'q, oxirlashi yo'q. Uning boshlanishi yo'q, oxirlashi yo'q. Shunda bo'lgan chog'da Yani cheksiz, agar to'xtang. başlanışı yok, ahırlışı yok degan gap, cheksiz degan gapning o'zi Cheksiz bu. degan gap. Lekin siz deyotgan ko'k urug'dan bixlab chiqdi deganniki uniki boshlanishi urug' bo'ladi-da u chog'da. Yo'q, lekin aşı bixning asli bo'lgan urug'mi, aşımı bix asli? Aşı bixninki natijasi. Yani urug' nerede bo'ladi? Daraxtda bo'ladi, shundaqmi? Shunda bilan birga daraxtmi urug'dan bo'ladi. Yani mushu boshlanishi oxiri yo'q degan gap bu. Bu çemberni cho'gilab nereden boshlangan qaysi boshlanish nuqtasi deganlikidek 360 gradusni peyqirgandek bir oyga chiqmaydigan bir narsaga qarab ketayotgandek qilaman. Men shaxsan shundoq his qildim, chunki urug'dan ko'klida, ya'ni ko'kdan urug' qoldi, shuna bisini davr qilib nim qildi degan hamda gapingizga hamda ko'kning tangri ekanligi Uyg'urlarda shunda, turklarda shunda uqum shunda tushunganlik to'g'riliq. Hamda men sizni xato deb qaramayman. Hamda men izlanib boqay. Lekin hozirgi aytganimdek men izlab topgan, hamda men izlanish qilib o'zim jazm qilgan mavi tangri Alloh yoki God bo'lsin, Xudo bo'lsin, ma uqumda hamda Xudoninki, ya'ni Allohning Tangrininki boshlanishi yo'q, shundaqla oxiri yo'q. Ammo shuna deb qarayman, lekin urug' bilan ko'klashni nim qilsak, bu oyga chiqmaydigan bir temaga kirib ketamiz. Shu hamda bu yerda shu Allohning birligi, yakkiyganligi, tanholigi haqida gap bo'lyapti emasmi? Shu. Shunaqa markazlasak hamda meniki bu haqdagi tutumim hamda tavhid kalimasi, tavhid degan so'z hamda arabchadan Uyg'urlarga kirgan, hamda Uyg'urlar arabning dinini qabul qilgandan keyin tavhid shu Alloh bir ekan, undan boshqa iloh yo'q ekan deb shu arablar degan Allohniki Alloh deb o'zlariniki qadimgi ajdodlardan boshlab e'tiqod qilib kelayotgan tangrizmniki o'zining tangrisini tashlatib boshqa bir tangriga e'tiqodga ko'chganlik sababidan kelib chiqqan bir xato qavm deb men manda deb qarayman. Hamda ilohning birligi, yaratquchi Parvardigorninki, olamlarning Parvardigorninki birlik to'g'riliq. Hamda men boshqa dinlarni izlanib boqdim. Hamda Qur'ondami shu Qul huvallohu ahad deb bor. Ahad degani shu birlam, ikkinchisi yo'q deb shu ma'noda. Hamda buni Uyg'urlarda hamda Uyg'urlarga Sultan boshlab dinni qabul qilgandan keyin arablarning ta'limotlarini din deb o'rganib shu iloh hukmi shu arablarningki turklarga yoki bo'lmasa biz millatga singdirgan o'zlariningki ko'z qarashidagi Alloh hukmi asosida bizda shunday bir narsa shakllangan ekan. Hamda tavhid kalimasi, tavhid aqidasi hamda men izlanib boqsam bu arablar Uyg'urlarga echirib sulton tutdim burunmi borkan hamda arab yolg'iz arablikka echigan emaskan hamda Injildimi, Tavratdimi, boshqa samoviy kitoblardami olamlarning yaratquchisi Parvardigorning birligi haqida nurg'unlagan oyatlar bor. Hamda mening yaqinga boqishim qaragan chog'da masalan bilgi qolganninki yasalarida, qonunlarida shuningki bosh moddasida Tangri tektor deb shunda bor ekan. Shu hamda tavhid haqida so'zlashayotgan ekan, shu gapni besha qaytirsak, hamda Uyg'urlarda tavhid hukmi burundan tortib arablardan kelmasdan burunmi bor ekan deb men qarashda turdig'ini. Uyg'urlarda tavhid aqidasi bor ekan. Hamda bu yerdagi bizningki birlikka xatoligimiz o'zimizninkini tashlab qo'yib boshqalarnikini yoqmishni to'g'ri deb o'zimizniki milliy e'tiqodimiz, milliy an'anamiz, shu dinlarimizni shu boshqalarnikini ko'rabligi shuni to'g'ri deb o'zimiznikidan shunday chekinib ketgan bir ahvolni men his qildim, men boyqidim hamda. Bu gapimiz to'g'ri, lekin bizning bu yerda tortishayotganimiz, deyishayotganimiz Allohning birligi. Masalan,
musulmonlarni alaylik. Musulmonlarmi siz biraz burun esketgenge o'xshash Allohni bir deydi. Allohning birligini mo'yallashtiradi. Lekin ular bir Allah mushu Allah shu, Qur'ondagi Allah shu deydi. Yahudilarmi Allohning birligini mo'yallashtiradi. Ve bir Allah, tek Allah, yekigane Allah, mushu Yahva shu deydi. Uyg'urlarmi bir Allah'ını mo'yallashtiradi. Allah'ını bir deydi, yekigane tenha deydi ve shundaqla mushu Allah kök deydi. A emas deydi. Undaq bo'lganda bu uchalasi birlik keltirmadi degan gap bo'ladi agar bir-birisini inkor qilsa. Shunga bu yerdagi masala Allohni birlik keltirish degan faqat mening ilohim haqiqiy iloh, haqiqiy Tangri, seninki ilohing yolg'on Tangri haqiqisi emas deganlikmi yoki bo'lsa mushu biz misolga bergan 3 Tangrining o'xshashligi birligimi? Endi mavzumdan fikrimni qo'ysam, men sizning haliqi ko'kni Tangri deganligiga haliqi jiqnimam yo'q. Lekin Uyg'urlar burundan tortib, o'sha arablar, yahudiylar Yahvo degan, arablar Alloh degan shu bir haliqi ilohni Uyg'urlar Tangri deb ketgan. Ammo shu Tangri shu yahudiylar e'tiqod qilayotgan iloh yoki bo'lmasa arablarning kitoblaridagi Allah uchalisini o'xshash bir hukm deb men shuni anab qarayman. Men esimda qilishi gapning beshini men shuni o'tirib qo'yib o'tgan. Ko'p kelgan chog'da hamda men yana izdinish qilib baqa ananga chunki bu bir diniy tema cho'nglim bo'lganligi uchun aldirablikka ko'k degan bir Tangri shu deb ananga bir narsa deyamayman men. Shu men o'zimniki bilgan yerimni qilib qolaman. Tangri bilan Allah ikkisiningki berdigan hukmi o'xshash deb men shuni anab qaraydigandim birisi. Lekin bu yine bizningki temamiz bo'lgan birlik. Tangrining birligini mo'yallashtirib berolmaydi, ro'shanlashtirib berolmaydi, gavdalantirib berolmaydi, tasavvurlashtirib berolmaydigan gapda. Zodi Allah bir qandoq bo'lganda u bir bo'ladi. Masalan, bizning filosofimiz Farabi. Farabi bu filosof mu? Allah'ның birlik haqida izlangan, tavhid haqida izlangan ve shundaqla mushu sohada, mushu hukmda o'zining tashqi nazariyasini o'ttirib qo'ygan yoki tish nazariyasini. Yani Farabi'nin görüşüde, yani Farabi'nin tevhidini Allah'ını birlik keltirishden ibaret mushu Allah'ın birlik hukmini görüşü Farabi'nin her nese Allah'ın taşkını, Allah'tan teşip çıkan. Meyli o quyosh bo'lsin, ay bo'lsin, bulut bo'lsin, yer zimin bo'lsin, yulduzlar bo'lsin, nima bo'lishini qat'iy nazar her qandaq mavjudlik barliq shaylarning hammasi Allohning tashqini, Allohdan tashqan deydi. Demak, bu yerda hozirgi musulmonlarning yaratish tushunchasi Farabi'nin tilida tashqin, teshish shaklida sharhlanadi. Ya'ni Allohning yaratgani qandaqda Allah bir tarafda, yeni bir tarafda onun mahluqatlari emas, onun mahluqatlari onun o'zidan teshib chiqqanlari. Ya'ni Allohdan teshib chiqqan. Shunda bo'lgan vaqtida biz biroz burun eskartganga o'xshash ko'kning uruqdan teshib chiqishi. Shundaqla daraxt bo'lishi, ananınkin daraxtdan uruqning teshib chiqishi. Ve shundaqla bu teshib chiqqan uruqdan yana daraxtning teshib chiqishi. Bu daraxtdan yana uruqning teshib chiqishi, uruqdan yana daraxtning teshib chiqishi. Mashundaq ishlar faqat ve faqat birla Allohdan teshib chiqadigan narsalar. Endi yaratish bilan yaralishni biz
hazırki musulmonlarning birlikni, Allohning birligi va tavhidini tushunganda tushunadigan ish bo'lsa, u chaqda Alloh bir tarafda, mahluqotlari yana bir tarafda bo'ladi. Shundoq bo'lgan vaqtida bu yerdagi birlik qani? Chunki Farabiymi Allah bilan ko'kni bir ko'gashga, shunga tashqin nazariyasini Farabiy Uyg'ur bo'lish sifati bilan shu kök tushunchasidan keltirgan va shundaqla Allohni kökka o'xshash ko'rganligi uchun mushu ish nazariyasini o'tirib qo'ygan islom falsafasida. Endi albatta musulmonlarninki yani hakimiyetlik İslam'ның mundaq bitqa vaqtida sünni İslam'ның qarshida yaralgıcı bilan yaratquchi bir emas. Şuna Farabi'nin bu taşqın nazariyasi kufurluq hisoblanadi. Chunki Farabi'nin taşqın nazariyasi taşqini bilan taşturg'ini ikkisi bir narsa. Yani taşqın şu bir narsadan teshib chiqadi. Shunga xuddi bu buloq bilan eqinga o'xshaydi. Masalan, eqin bilan buloq bir narsa bu. Bir tutash bir narsa. Yani buloq şu eqinni yaratquchi, lekin eqin buloqdan ayrim emas. Mana bu Farabiyning tavhid, yani Allohning birligi nazariyasi. Taşqın degan. Bu Endi sizniki sizni da'vat qildiringiz algo o'tir sharqda avjag'analqi vahdatul vujud degan shuningki ta'limotlarga o'xshab ketgan, men shunday ko'rdim. Yani mana men aldirab bir narsa deyamayman. Yani undaq bo'lsa, şu Allohning birligi haqida biz yaratquchi bilan yaralg'uvchini ayirib etsak. Birlik qani? Bu ikki bo'lib qoldi-ku. Yaratquchi bilan yaralg'uvchi ikki narsa bo'lib qoldi-ku. Birlik qani? Allohning birligini qanday tushunamiz bu yerda? Shunga mushu ayirib etishni qadimki Uyg'ur shoirlari ish bo'lmasa Chag'atay davri shoirlarimi, masalan Navoiyga o'xshash, Mashrabga o'xshash va hokazo buni hijron deb atagan. Ya'ni yorning hijroni, Allohning hijroni deb atagan. Ya'ni biz qachonki yaralg'uchini din iborat insonni Allohdan, ya'ni yordan ayrim qarasak, bu hijron. Bu hicran. Şuna muşu hicranni bizning Navoiyga o'xshash shoirlarimiz xato ko'rish deb qaraganlik uchun Alloh bilan bo'lgan birlikni, visolni kuylagan. Bu birlik faqat va faqat muşu hicranni amaldan qoldirganda yuz beradi. Endi muşu hicranni keltirib chiqilgan narsa nima insonda desa, uning o'zligi, uning ahli o'shi. Onun eni muşu hicranni keltirib chiqaradi. Yani Allohni parchalaydi, Allohni bilvitidi, Allohning birligini amaldan qoldiradi. Allohning birligi, shunga Navoiyda shoirlarimiz inson bilan Allohning birligini kuylagan. Yani muşu birlik Allohning birligi munashbat qiladi. Yani yeni bir tarafdan yaratquchi bilan yaralg'uchining birligi. Yaralg'uchi yaratquchining qashqini. Agar Allohning birligini, tavhidni mushundaq tushunmasak, undaq bo'lsa, qanday tushunish mumkin? Sizcha?
Mening tushunchimdagi tavhid hamda olamlarni yaratgan bir yaratuvchi mavjud. Hamda ilohlik hamda biz bilgan ilohlik sifatida shu hammani yaratgan, hammaga qodir bo'lgan bir dona yaratuvchi mavjud hamda. Shu yaratuvchi hamda biz hozirgacha bilib kelgan maxluqot mavjudot hamma narsani yaratgan deb mana deb tushun. Lekin hamda o yaralgan narsalarninki hammasi shu yaratuvchi yaratgan bo'lsa-mu, lekin o yaralg'uvchi narsa o yaratuvchiniki o'zi emas. Onun bir mahsuloti bo'ladi. Bu yerda o'zi degan gap yo'q. Masalan, Farabiyni tashqini degan o'zi emas. Hatto siz hozir eslatgan masalan vahdatul vujud. Allohning birligiga ishongan sofistlar masalan, tasavvuf shoirlar yana uni o'zi demaydi. Uni o'zi demaydi, uni tajallisi deydi. Tajallisi. Ayon bo'lishi, zohir bo'lishi, ko'rinishi deydi. Şuna yaratquchi bilan yaralg'uchini agar biz ayirib bilsak, bo'lib bilsak, u chaqda Allohning birligini amaldan qoldirgan bo'lish sifatimiz bilan Allohga sherik keltirgan bo'lmamdiq. Bu yerda mundaq bir ko'rarman Navoiyning bir beyitini yollaptı. Köngül mir'ati içre cilvigerdur yaru sen gafil tarıkme hecirdin köpkim emessen yardın ayrı deydi. Yani köngül eyniki içide cilvigerdur yaru. Yaru bir yerde Navaiy'nin beyitli şiirlerde hemmisi de yaru yaki yar Tanrı şu, Allah şu. Yani köngülünün eyniki içide cilvigerdur yaru. Ey gafil, yani sen gafil. Tarıkme hecirden köpkim emessen yardın ayrı. Yani sen yardın ayrım emessen deydi. Yani sen Allah'tan, Tanrı'dan ayrım emessen deydi. Mana bu bizning yetuk shoirimiz kök Tanrı'ni bizga qadimgi Uyg'urlardan hozirgi zaman Uyg'urlariga ulaştırıp kelgan bizning Uyg'ur shoirimiz Navoiy. Bu Navoiymi bizga bizning mahluqotning har qanday narsaning Tanrı'dan ayrım emas ekanligini mayalishtirdi. Bu mu yana Uyg'ur filosofi, Uyg'ur islom filosofi Farabining gibiga o'xshash. Ya'ni har qanday narsa Allah'ның taşqini. Taşqin üzülmeydi o, üzülüp kalmaydı. Taşqan narsa, teşivatkan narsadan üzülmeydi. Xuddi bulaq bilan men misal bergandek yaqinga o'xshash. İkisi bir. Lekin biri taşqin, yeni biri şu taşqinning manbasi. Şuna maxluq bilan Xoliqning munosabati u ikisi bir. Lekin biri yeni biridan ayrim emas, lekin biri yeni birining taşqini. Qadimgi Uyg'ur tilida biri yeni birining köki, köklishi, köklab chiqishi. Muşu, mana bu Uyg'ur kök tanrıçiligidagi Allah'ның birligi. Yaratquchi bilan yaralg'uchining birligi, ayrım emasligi, hammaning birligi. Chunki hammaning birligi degan gap shu hamma birda degan gap. Hamma bir degan gap. Shunga hamma bir hamma deydi. Buni agar biz sofizm deblam
bir tayaqda haydab, bu kufrluq, bu desek, Allah'ның birligi haqida Navoiydek, qadimki Uyg'urlardek, Navoiydek, bizningki faylasuf Farabiydek Allah'ның birligini mushundaq tushundirganlar, mushundaq tasavvur qilganlar, mushundaq ko'rganlar kufrluq bo'lsa, undaqda Allah'ның birligi degan nima? Endi hozir bizningki bilgan yana shu bosh ketadi. Endi Allohning birligi haliqi o yaratquchi bir ilohning birligini ko'rsatadi. Endi o yaratquchi iloh yaratgan bir narsa hech qachon o yaratquchininki o'zi bo'lolmaydi. Endi hozir men bunday qarasam, undaq bo'lsa yaratquchi bir degan mushu gapda bu bir mavhum gap bo'lib qoladi. Mayli deyil, unda bo'lsa Kök Tangri bilan, Alloh bilan Yahvo mushu uchisini olayli. Mushu uchisining uchisi nimishqa bir Tangri? Nimaga asosan bir deymiz uchisini? yaratquchilik sifatlari bilan hamda bir bo'ladi-da. Yahvoning yaratquchi ekanligini qanday bildingiz? Allah'ның yaratquchi ekanligini qanday bildingiz? Kök Tangrining yaratquchi ekanligini qanday bildingiz? Masalan, yaratquchi bo'lsa, qanday yaratadi o? O'zidan ayirib yaratamda. Undaq bo'lganda qana bu birlik? Hamda o'zini ayirib yaratamda emas, hamda Alloh qanday yaratadi, hamda biz uni bilmaymiz. Hamda bizniki hozir hamda gap hozir boshqanga egib ketib bordi-da. Hamda bizniki bilganimizda, hamda Alloh Qur'oni Karimda agar Alloh bir she'rni yaratishni iroda qilsa, uninga bo'l deydi, u vujudga keladi deb Xudo kitobida ashuna degan. Hamda uni qanday yaratadi, hamda uningdan bizniki xabarimiz yo'q. Hamda u uninki vujudidan chiqamdi yoki bo'lmasa qanday yaratadi, bu haqida men bilgan shunchalik hamda mo'jizatda. Lekin mushu oyatni men biroz burun eskartdim sizga ikki oyatni, o'xshash ma'nodagi ikki oyatni. Laysa kamislihi shay vallohu bi kulli shay'in muhit. Allah ikki oyatda masalan şey Allah yaratqani o şey. Şeyi Allah'ның yaratqani. Doğru. Lekin bu oyatda yine deydi, Allah mushu yaratqani her taraftan o'rab turdi deydi. Undaq bo'lsa, mushu Allah yaratgan narsa, ya'ni Allah'ның ishida degan gap emasmi? Bu oyat bundaq ma'noda emasmi? Undaq bo'lsa, her şeyini o'rab turguchi qandaq bo'ladi endi? O'rab turguchi degan her tarafdan o'rab turdi, shundaymi? İç-teshidan o'rab turdi narsani. Uni qanday tushunamiz, qanday tasavvur qilamiz unda bo'lsa? Mana shu birlik degan gap, ya'ni hammaning birligi. Bo'lmasa bu qandaq birlik? Mushni tushunishimiz, tasavvur qilishimiz kerak. Mushuning uchun, mushu birlik uchun bizning qadimki Uyg'urlar ta bugungi kaygacha butun insoniyat ta bugungi kaygacha, tarixdan bugungi kaygacha mushu birlik haqida tafakkur qilib, falsafa maydonga kelgan, she'riyat maydonga kelgan, ilm-fan maydonga kelgan, barliq insonning aqli amgiki maydonga kelgan. Mushu birlikni tushunish uchun, mushu birlikni tasavvur qilish uchun, mushu birlikning nimaligini bilish uchun. Endi Qur'onning o'zimi bizga Allah her şeyini o'rab turguchi deb aniq, oshkora, uchiq deyotgan vaqtida yine şeyini o'rab turguchining ishidan chiqarib o'tamdiq. Şeyi Allah'ның yaratib qo'ygani.
Lekin u yana Allah onu orab turadi ekan her tarafdan. Yani Allah öz ishiga olib turadi ekan. Uni biz nimishqa mushundaq aniq oyat tursimi, mushundaq aniq hujjat tursimi, isbot tursimi, dalil tursimi, yana Allah'tan ayırıp etimiz onu. Nima uchun? Çünkü mening nazarimda musulmonlar Allah'ni mushu bo'shliqdagi, mushu ko'kdagi bir mavjudlik deb qaraydi. Shunda bo'lganda Allah mushu cheksiz bo'shliqdagi cheklik bir narsaga aylanib qoladi. Mana bu Allah'ning birligiga qilingan tuhmat va shundaqla Allah'ga keltirilgan shirklik. Amaliyotda siz tasavvur qila oladigan har qanday narsani, har qanday shay'ini Allah o'rab turguchidir. O'z ichiga olib turguchidir. Shunga u har narsadan buyukdir. Tevhidning ma'nosi mushu bo'lmasa, Allohni birlikka keltirishning ma'nosi mushu bo'lmasa, undaqda ya'ni bizga siz va boshqalar Allohning birligi tevhidini tushuntirib baqsin. Chunki bizga bizning shoirlarimiz, bizning qadimgi ajdodlarimiz mushundoq tushuntirib ekan Allohning birligini, Tangrining birligini. Navoiyning she'rining misoli mu berildi mana. Kök Tangrining ma'nosi mushu, kökning ma'nosi mushu. Undaq bo'lganda Tavhidullah Arapça yani Allah'ның birligi tercümesi şu, uni qandaq tushunudi. Bu qandaq birlik. Uning ustiga Qur'onning oyatlari ochiq, oshkora, ro'shan, aniq muayyanlashtiribsa, Allohning har narsani o'z ichiga olganligi, o'rab turganligi. Nimishqa yana biz Allah'ның iradesiga qarshi uning bu yaratgan narsalarni u o'rab turganning ichidan chiqarib etamiz, ayirib etamiz. Ya'ni nima uchun shu birdan ayirib etamiz? 2 qilib qo'yamiz, 3 qilib qo'yamiz, ko'p qilib qo'yamiz. Qani bu birlik? Izinib baqsaq bo'ladi hamda material ko'rib hamda yana men bosh deganimdek hamda bizga bu haliqi diniy aqidalar masalan tavhid degan gapmi arabchadan bizga singdirilganda biz hamda shu arabning tushuntirishi bo'yicha shunday tushungan hamda bizning asosli uyg'urlarniki, turklarniki asosli diniy tushunchasi shu arablarniki bizga singdirgan din deb singdirgan aqida ta'limotlarni asos qilib bizda hukm shakllangan. Shundaymi? Hamda bizlar o'zimizning dindan ayrilib uzun mezgil yashab ketgan ekan hamda hozir biz shu arablarning bizga o'rgatganlarini shunday deb qaragan ahvollarimiz umumyuzlik mutlaq hamda shunga hamda men bu jihatda jiq bir narsa deyolmayman, izni beqishga tegishli hamda ajdodlarimizniki ilohiy ya'ni tangri tushunchasi qanday bo'lgan, u vaqtda diniy e'tiqodlari qanday bo'lgan, shuni bir izni beqishga tegishli hamda men sizniki deganlaringiz ham meniki bilishimda O'rta Sharqda avjiga chiqqan bir vaqtlarda vahdatul vujud degan shu e'tiqodniki ta'limotlarini deb qarayman. Undaq bo'lsa Navoiymi O'rta Sharqlikmi yoki Uyg'urmi? Yo'q, hamda O'rta Sharqliklarmi? O'rta Sharq bir Navoiyniki yashagan zimmi vaqtimi asos shu O'rta Sharqniki chegaralarida yashab ekanda hamda madaniyatlar, kulturlar o'zaro bir-birsiga ta'sir ko'rsatishdi. Hamda Navoiy qadim Uyg'urlarmi O'rta Sharqda yashaganmi? Yo'q, hamda ko'kninki zodi tangri
haqida ishlatilganligiga qarta, Tangri hukmi haqida ishlatilganligiga qarta, hamda uni izni beqish kerak. Mening bilishimda, hamda Uyg'urlarniki, Turklarniki Tangri deb e'tiqod qilgan, Tangri deb kelgani shu arablarniki Allohga o'xshash bir atalgan. Hamda ko'kni zodi Tangri deb e'tiqod qilganmi, hamda bu jihatda biz tuligini yag'mo deyishimga, menda ma'mada tuyuqsizlik o'tirib chiqdi. Shu men anaqa bu bir diniy tim bo'lganlik uchun anaqa ishtik aldirab bir narsa deyamayman. Chunki boshqalar angladida, endi xatolashib qilishni men xohlamayman. Shundaq albatta, lekin sizning mushu degan gapingizda siz ko'k tangri degan ismga qarasangiz bo'ladi so'zga. Ko'k tangri. Ya'ni ko'k tangrining sifatida ko'k tangri. Ya'ni demak, tangri ko'k shu, ko'k tangri. Masalan, daraxt tangri, yog'och tangri, tosh tangri, masalan, hayvon tangri, inson tangri emas. Ya'ni buning o'zila, ko'k tangri degan gapning o'zila har qandaq narsaga cho'qingining, sening cho'qingining u tangri emas degan gap qadim qo'yilgan shundaq jakarlagan insoniyatga. Sening cho'qingan har qandaq narsang, butlaring, tosh bo'lamdi, inson bo'lamdi, hayvon bo'lamdi, u masalan mozay bo'lamdi, masalan yahudlarning mozayga ishongan-ku biron. Aha. Cho'qingan, mozay bo'lamdi. Bu cho'qinganlarning hammasi Tangri emas. Tangri degan ko'k deganlik uchun ko'k tangri deb atagan. Navoiyning mundaq bir beyti. Mushni eskartib o'tayli. Der navoiyki g'ayr emas mavjud. Tursi so'z la ilaha illalloh. Ya'ni la ilaha illallohning ma'nisi nima deydi Navoiy bu yerda. Mush so'z tursa la ilaha illalloh deb sen qandoq qilib mavjuddan boshqa yeni mavjud bor deysan degan gap. Ya'ni dar Navoiyki g'ayr emas mavjud. Ya'ni boshqa mavjud emas deydi. Ya'ni faqat Tangri mavjud, Tangridan boshqasi mavjud emas. Agar mushundaq bo'lgan vaqtida hech qandaq narsa mavjud emas, sizmi mavjud emas, menmi mavjud emas. Tosh, daryo, tog', quyosh, oy, yulduz hech qandaq narsa mavjud emas. Faqat Tangri mavjud. Demak, mushularning hammasi Tangri degan gap bo'ladi. Mana bu Navoiyning so'zi. Navoiymi buni nereden elib keladi? Bizga qadimki Uyg'urlarningki ko'k Tangri e'tiqodidan elib keladi. Navoiy hergiz buni o'ttir sharqdagi fikr iqimlaridan etkagini yo'q. Navoiy buni bizga shu qadimki Uyg'urlarningki e'tiqodidan, Tangriga bo'lgan e'tiqodidan bizga yetkazib kelgan. Endi birlikni, Tangrining birligini mushundaq tushunmagan vaqtida yana men sizdan so'raydiganim undaq bo'lsa qandoq tushunamiz? Tangrini nima uchun bir deymiz? Nima uchun bir deymiz? Hamda onun boshqa olimlarniki maxluqot mavjudotlarning yaratquchi bo'lmagan ekan bir deymizda. Hamda undan boshqa hech kim men uni yaratdim, osmon zaminni maxluqot mavjudotni men yaratdim deb hozirgacha o'zini oshkor qilmadi. Xudodan boshqa hech kim. Xudo o'zini men bir dedi, men yolg'iz dedi. Shu orqali bilamiz. Bizniki yana desam, bizniki diniy tushunchalarimiz, e'tiqodiy Xudo haqida qarashlarimizniki hammasi hamda siz deganlar hamda men sizni manbasiz gap qilmaydi deb qaramayman. Men bu yerda o'zimning shaxsiyatimga asosan gap qilsam, meniki Tangri, iloh yoki Alloh haqida tushunchalarimning hammasi men o'qigan, men ishongan dinninki asos bo'lgan samoviy kitoblardan kelganda, men shuningga asosan o'zimniki ko'z qarashlarimni o'ttirib qo'yman. Hamda siz degan Navoiyniki, qadimgi Uyg'urlarniki u vaqtdagi narsalarni hamda men sizni ya xato gap qilasiz deb unga raddiya bermayman. Men izlanib boqay. Men mushunchalik deya olmayman.
aşı samavi kitaplardaki ve şundakla Kur'an'daki, Kur'an'daki en ahirki kitap, Allah'ın en ahirki kitabı hesaplanıdığan Kur'an'daki aşı Allah her şeyini orap turguçudur diyen muşu ayetindeki her şeyini orap turguçu kandak boludu. Aşu bir bulamdı, bir bulmamdı diyen muşu sual hakkında oylanışqa davet kılmamdı muşu ayet. Ne? Endi o'rab to'g'ichi bir narsani o'rab to'g'an narsa hamda shu o'rib olgan narsaniki hammasi shuniki jismidan emas, shuning o'zi deganlik bo'lmaydi. Hamda men hozir nima istakanni qilsam, men istakanni manda o'rab to'g'daman. Bu istakan men deganlik bo'lmaydi-da. Shunami? O'rash degan shunday bo'ladi-ku. Şimdi istakanını orap durmaysınız. Çünkü istakanını kandak orap durursunuz. İstakanını orap duruşu, istakan sizin içinizde oluş gerek. Hozir Ya elbette şundakta siz orap tutunda bazı kolunuzda kösetkiniz bilen onun astı üstü oraklık emes ko. Onun üstü parmaklarınızın ağrısı da boş ağırlıkla bağı orak hesaplanmaydı. Her taraftan orap durdu. Anladın ki? Ha, kayak karşısında Allah'ın yüzü şu yakta diyen ayet şu. Ondakta muşu Allah. Men kayak karay. Altı tarafta ataydı o hem de altı tarafki karay. Üstümge, astımga, oňumga, solumga, aldımga, keynimge karay. Her tarafki karay. Hatta içimge karay. Allah'ın yüzü şu yerde, şu yakta dese bu Allah nime bulu dendi bu Allah. Eğer Allah'ını biz tevhid şeklinde yani Allah'ını birlik keltirmegen şekilde düşünsek uçağda aşı birinin muşunda körünüp gitişi olurdu da hiyalları olurdu biz için. Emeliyatta umdak emez. Aşı Allah'ın yüzüydeydi. Onun üstüne Allah'ın yüzü diyen gep Allah'ın hemmisi kütünü diyen gep emez. Sizin mesela pişanınız mı sizin yüzünüz? Közünüz mü sizin yüzünüz? Burnunuz mu sizin yüzünüz? Kulukunuz mu sizin yüzünüz? Yüz diyen gep yeni bir taraftan Uygurçudu mu, Arapçudu mu? Bocu diyen söz Arapçudaki gevde diyen mənini verirdi. Şundak bu vaxtda da siz kayak karsanız Allah'ın gevdesini görürsünüz diyen gep. Şuna Allah'ın gevdesi muş altı tarafının hatta 7. taraf boğan içinizde mi? Şu Allah'ın gevdesi diyen gep. Demek bu nime digenlik? Kur'an'ın ayetleri muşundak roşen tusa. Hatta Kur'an'da şundak ayetle tekilindi o. Mesela deydi biz Kur'an'ı elçinin könglige düşedik. Roşen Arap tilida deydi. Şunda mı? Aş ayet var. Roşen Arap tilida diyen. Doğru. Roşen. aha. Ayetlerinin hemmisi roşen. Hem şu ayetlerinin tilimi roşen. Naiti inik. Mana şu ayetlerinin hemmisi tolumu inik. Allah'ın birlik hakkında tolumu inik bayan kılan. Tolumu uçuk. Roşen bayan kılan. Kıl sığmaydıgan şekilde. Undaq bolsa, hani siz bizge düşendirip berin, her yak karsak Allah'ın yüzünü gördükemiz. Undaqda eğer muşu yüz diyen sözünü şu biti düşensek, undaqda Allah'ın her tarafta yüzü oludu diyen gep mi? Yak undaq emes mi? To'xtamchi ben ayetni açay. Ha buldu.
enne tevellu fesemmet vecihullah mı? Aşlak koysunuz. Shundagina Sura Baqaraniki 115 oyatda. Hı hı. To'xta. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم dedi. İnnallâhe vâsi'an. Kötünüz mü? Mesela kayakka yüzlensenla şu yakta Allah'ın yüzü Allah kenarıdır diyen gep vâsi'an diyen. Kenarı diyen gep. Yani onun kenarligi şu yerdeki onu görüş için onun yüzünü görümen desen hem tarafı karşın gerek diyen gep. Mana kök diyen şu. Kökünü görümen deseniz hem tarafı karşınız gerek çünkü kök hem tarafta. Şu hem taraf yine şu kökünün yüzü. Şu kök şu. Her şeyini orap durgucu mu şu kök şu. Şundakla tengdişi yok. Şu kök şu. Çünkü kökünün tengdişi yok. Kökki teng yeni bir kök yok. Yaxshi ma'lumot berdingiz. İzdep yana cho'nqirlab baqsak bo'ladi. Yaxshi ma'lumot hamda o'zingiz arab tilida mutaxassis. Yok. Bu yerde malumat emas çünkü siz bilen bu sohbet fakat bizning Allah'ın birligi yani tevhid hakkındaki sohbetimiz bo'lganligi uchun men bu yerde fakat qadimki Uyg'urlarning Allah'ını yoki Tangrini qandoq birlik keltirganligi haqida siz bilan suhbatlashyotaman, dialoglashyapman. Shunga sizdan endi Qur'ondagi tevhid haqida, Allah'ın birligi haqida bizning qadimki Uyg'urlarninki Allah'ını birlik keltirish bilan o'xshashligi haqida suhbat o'tkazyapman. Masala shu yerda, lekin ma'lumot berish emas. Menmi sizga o'xshash bir o'rganguvchi, lekin men bu yerda faqat dialoglashuvchi sifatim bilan sizni dialogga chaqirdim. Siz bilan dialoglashyapman. U bo'lsa-mu faqat va faqat Allohning birligi haqidagi Uyg'urlarning va shundaqla musulmonlarning tushunchasi va uning farqi va ular birlik qanday qaraydi, qadimki Uyg'urlar Alloh Tangrining birligi qanday qaragan degan mushu tema edi. Endi men başlama degan hamda bu yerda fikr almashtiramiz deb. Mening ham asos qanaqa men başdan deb ketdim bizga rasmiy burundan tortib ajdodlarimizdan qolib qolgan o'zimizga taalluq bo'lgan diniy e'tiqod yoki bo'lmasa bizniki dinimizda asos qilgan bir kitob bizgacha yetib kelmagan hamda. Biz nurg'ulg'an narsalarni yana takrorlasam yana shu biz Arablarning dinini qabul qilib, diniy e'tiqod, ilohiyat to'g'risidagi tushunchlarning hammasini Arablardan qabul qilganligimiz uchun shundaqla shu Arablar tarbiyalagan, yetishtirgan shu insonlardan anglab, o'rganib, manbani shu qilganligimiz uchun hamda zodi qadimgi Uyg'urlar ota-bobolarimiz bu ilohiyat ilmiga, ya'ni qanday pozitsiyada bo'lgan, qanday qaragan hamda bu jihatda Uyg'urda hamda hozirgacha uzun bo'ldi, yetarli ma'lumot yo'q. Meniki bu yerda sizga amravlab o'tag'im hamda biz Sutuqbo'raxondan boshlab shu islom dinini qabul qilib hamda bizniki turmush urf-odatlarimiz, ideyalarimiz, iloh haqidagi qarashlarımızdan hammasi shu jihatda yo'llantirilib, yetaklanib, shu jihatda bizda ufqi bir shakllanib kelganda, shunga biz Alloh desa ishtiklik Tangri isimiz kelmaydi. Arabninki Alloh degan shu isimiz keldi. Ondan nurg'ulg'an diniy urf-odat qarashlar shu arablarninki
tushunchasidagi shu arablarning tushunchalarini, qarashlarini meningsiga manda bir xalq bo'lganligimiz uchun bu jihatda biz butunlay eslimiz qaytib, hamda ajdodlarimiz bunun qanday qaragan, ishimizdan chiqqan mutafakkirlar nima degan, hamda buni jiq aqtirib izlanish to'g'ri keldi. Hamda hozir men bu yerda o'tirgandim, hamda siz yaxshi fikrlarni o'tirib qo'ydingiz, o'ylanib beqishga tegishlik. Hamda mening yaqinqi izlanishlarimda asosan o'sha Uyg'urlar qabul qilgan din bilan Qur'ondagi din. Uyg'urlar qabul qilgan din bilan Qur'ondagi dinning ikkisining o'rtasidagi farqlarni mojiatda izlanish qilgan biriman. Shu resman keynimizga yinib, hamda Uyg'urlarni yoki bo'lmasa turklarni burundan tortib shunday kofir, mushrikmiti, butga e'tiqod qilib kelganmiti deb hamda mojiatda hamda ishtik men o'zim izlab topgan materiallarni qarasam, shu qutlug' bilgi qolganniki qonunlarniki dastlabki moddasida bilgi qolgan degan shu payg'ambardan burun yashagan odamlar. Shuninki bosh moddalarda Tangri tektor deb, hamda Tangri deganimiz shu Alloh shugo. Shunday bir e'tiqodda bo'lib kelgan ekan. Hamda men selishtirib, hamda bu Uyg'urlar yoki turklar nima uchun hamda bu burun mushrik bo'lganmidi, nima bo'lib bu arabninki dinini qabul qilib, zodimiş arabning dinini zodibek to'g'ri din bo'lganmidi deb hamda mushtarakda izlanish qildim. Yana birisiga hamda bizningki sizin bir ziyoli odamda Uyg'urlarningki tarixidan buyanqi hamda bizningki hozirgi kelayotgan beshimizdan o'tgan kechirmashlarimiz, hozirgi ko'rayotgan qismatlarimizningki hammasini burunqi Uyg'urlarningki tarixlari bilan selishtirsa osmon-zamin farq qiladi. Osmon-zamin farq qiladi. Anda bizda madaniyat jihati bo'lsin, mayli til jihati bo'lsin, mayli har xil har jihatda Uyg'ur jamiyatida chekinish, keyni qarab taraqqiy qilish bu mavjud, bunga ko'z yumg'ini bo'lmaydi. Men hamda vatanda shuni ko'rdik, hamda chet eldami chiqqan 20 yil bo'ldi yashab, hamda ko'rib bu to'g'risida bir o'ylanib, hamda kelgan meniki izlanishimda Qur'ondagi din bilan, chunki bizning bilganimiz shugo, hamda Uyg'urlarningki hozirgi diniy e'tiqodi bilan Qur'ondagi diniy e'tiqodni selishtirma qilib bir izlangan biri. Hamda men gap qilsam Qur'ondan biz chunki biz shu Qur'on din deb qabul qilgan ekan, men shuncha gap qila olmayman. Lekin hamda sizningki bayon degan qayon qarasanglar Allohni topsizlar degan o oyatlaringiz hamda Qur'oni Karimdagi oyat hamda uning yani nima deymiz, hamda u jihatda men yana bir izlanib cho'nqirlab chirpaqsam bo'ldi. Meniki yuzaki bilishimga ko'ra hamda sizningki o'tirib qo'ygan ta'limotlaringiz shu vahdatul vujudning ta'limotlari, uningki o'tir sharqda o'tgan Mansur Hallojiningki ta'limotlarining birisi. Shu Mansur Hallojimi shu meni o'rab turgan Alloh hamma narsani o'rab turgan ekan, men shu o'ralg'uchininki o'ralgan narsaning ichidagi birisi bo'lganligim uchun men aytsimda ana haqqi minal haqqi deb ashuna bir kufriy so'zni, ashuna bir so'zni qilgan. Shu jamiyatda men uni shu chog'dagi hokimiyatlar bu kufriy so'zni qildi deb dag'is ko'tarayotgan deyman Mansur Hallojinga. To'g'ri. Hamda hozirgi bizningki ahvolimizdan hamda men asos qilmish Qur'onning ichidagi dinga qarta bir izlanish qilgan, hamda millatimizning hozirgi ahvoli bilan selishtirma qilgan biri bo'lish sifatimda mojiatda hamda men sizga moslashib paranglashmoqqa hamda jihatda sofizm yiqimi o'tir sharqdagi ba'zi bir fikriy yiqimlar u jihatda hamda men kamtarlik bilan rostni rost demsam u jihatda men sizdek aynda cho'kkan izlangan biri emas. Shu hamda men shuncha gap qila olmayman. Hamda asosiy meniki nima, hamda millatimizningki ahvoliga ko'ngil bo'lish yuzidan hamda bizning hozirgi mushkul qilishimizdagi Uyg'urlarning ichida bo'layotgan bir xato diniy e'tiqod, Xudoning dinini xato tushunib olish haqidagi ma'nolar. Hamda vahdatul vujud, ya'ni Allohningki birlik va borligi, buni ko'zlab jizga balkim bir necha oygacha ming yilning yog'iz bir tugmay kelayotgan bir
talash tartish buning buni ilik olaman. Şu anda sizning gapingizga men hozircha shunchalik maslahat beralayman. Endi yaxshi uchurlarni berdingiz, yaxshi ma'lumotni berdingiz. Endi men yana qaytib berib izlanib kitobni aqtirib undan izlanish qilib baqsam bo'ldi endi. Men buningda o'shiq gap qilolmayman. Undaqda benim ahirki sualim İslam atalmış İslam dini Uygurlarga Sultan Satuk Buğraxan'dan resmi şekilde kirdi, yani devlet dini bulup kirdi. Muşu İslamiyet Allah'ını birlik keltirgen İslamiyet mi sizce? Eğer şundak bulmasa bu İslam Kur'an'daki İslam bolamdı bulmamdı? Muşnunga cevap versiniz. Evet. Meniki izlengenim göre hem de o Sultan Satuk Buğraxan'ın vaxtida hem de Uygurlarnınki bir dini itiqad bor ekan hem de. Ba'zilarini manixizm deydi, ba'zilarini Zerdüştlik deydi. Hem de lekin o'zi xos bir diniy itiqad bor ekan. Hem de o Sultan Satuk shu chog'ning o'zida shu Sultan Satuklar Buğraxanlar yashagan mezgilning o'zida shu Abbasiylar O'rta Osiyo taraf qarab kengayib shu o'zlariningki e'tiqod qilayotgan dinini kengaytirish bahonasi bilan shundaqi tajovuzchilik urushlarini elib berib shu bizning vatanning chegaralarigacha qistab kelgan shunday bir ahvol mavjud ekan endi. Hamda Buğraxanlar tazkirasi degan kitobda Uyg'urcha kitob bor. Shuni hamda o'qib qaragan shu Sultan Satuk shu O'rta Osiyodan kelgan shu Abbasiylarningki generallarlamda dini amaldorlamda shuniki birisi bilan ko'rishib hamda o haliqi nima dedi uning ismini Abu Nasr Samani deb shunda Abu Nasr Samanininki haliqi maxfiy ta'lim tashviqotlari bilan o shu islom dini deb shu arablar ko'tarib kelgan shu dinni qabul qildi ekanda. Hamda o dinni qabul boshda maxfiy qabul qilib keyin endi bu oshkorlaydigan chog'da hamda o podshohni tog'isi ekan u haliqi Sulton Satukdan gumonlangandan keyin uniki qilmish etmishlari gap so'zlari qaravatsa o'ziga o'zlari e'tiqod qilayotgan bir dinga o'xshamaydigan boshqa bir gap so'z sharkat xiyolda bo'lgandan keyin uningda ozroq gumonlan ekan. Lekin u keyin qaytib berib shu Abu Nasr Samaniydan shu fatvoda hozir shu bilingan shu fatvo ekan. Hamda shu Abu Nasr Samani uning shu yo'l ko'rsatib uni inglizcha mentordan boshlamchilik qilib oxirida u Sultan Satukni shu hokimiyat qarshi chiqib o'zining tog'isini o'ltirish fatvosini berib anda Sulton Satukni shunday yo'lab taxtga chiqirdi ekan. Hamda Uyg'urlarningki bizning vatanimizda avvalda yashagan shu biz millatiningki hamda bu islom dini atalgan hamda arabning diniga tunji kirish tariximiz shu ekan. Hamda kitobda yozganlarda shu chog'ning o'zidami O'rta Osiyoda Abbasiylar kushilinib qarliqlar bilan urush bo'ldi ekan. Turkiy millatlar bilan natija qanliq urushlar bo'lib, shuningdan o arablar turklarni bo'ysundirib, shu vaqtning o'zida ham shu Qashqar tarafdan, Otish tarafdan shu O'rta Osiyoga berib, tijorat bilan shug'ullanib, andan u yerda bir yangi dinninki taqiqlayotganligini bilib, az bir turkiy odam hamda 40-50 jivari atrofida deb yozibdi. Shu arablar tarqatgan islom dinini qabul qilgan shu 40-50dek odam bor ekan. Hamda Sulton Satuk o'ziningki bir shahzoda bo'lish nimasi bilan o'zining atrofidagi navkarlar bo'ladi-da, qo'g'dug'ichi navkarlar shu bilan maxfiy holda shu Abbasiylar ko'tarib kelgan shu dinni qabul qilgandan keyin bu taxtga chiqib tog'isini o'ltirdi ekanda. Hamda uni o'ltirishga shu nima Abu Nasr Samani o'tasang bo'ladi deb fatvoni berdi ekan. Hamda buning boshlanishi bek qiziqlan bir ish. Hamda
Ben okusam bu şu çağının özünde Sultan Sıtık Buğraxan'ı bazılar 12 yaşdaydı, bazılar 16 yaşdaydı. Endi ikkisini o'rtasida olsak şu 14 yaşlar atrofidagi bir go'dak bola ekan endi. Endi shuni shu O'rta Osiyoning kelgan Abu Nasr zamoni men seni tushimda ko'rgan. Shu Alloh rasmi osmonga chiqqan, shu Alloh Rasul Muhammadni men tushimda ko'rgan. Shu menga shu sharq tarafga borsam shunday birisi chiqadi. Shu sharqni shu islomning nuriga purkiydi. Shu mening ummatim shu bo'ladi deb shunday degan. Shunga men seni shu tushimda ko'rganligim uchun seni musulmon qilg'anim ishga keldim. Sen mushu zaminni islom nuriga cho'mkaysa deb hamda shu islom dinining ta'limotlarini uning o'rgatgan ekan. U hamda kichik bola hamda u ashundoq qabul qilib musulmon bo'ldi ekan. Hamda qolgan ishlari hamda o'rda siyosiy o'zgarish qo'zg'ab uning boshqa bir dinga kirganligini tog'isi bilib qoldimi, hamda uningki g'ayri sharkatlarni ko'rgandan keyin hamda uningga bir cheklash bir namisi bir cheklim yurgizgan bo'ldi ekan. Shu jarayonda hamda Sulton Stoq shu Abu Nasr Samoniyninki kuch ko'rsatishi bilan hamda o'rdaning ichida siyosiy o'zgarish qo'zg'ab o'zining atrofidagi odamlar bilan o'zining tog'isini o'ltirib hamda hokimiyatga chiqadi ekanda. Hamda uningga tarix kitoblarida yozishida hamda uningga atrofidagi bir 20-30 odamdan kuch yetmasligi mumkin. Hamda Qashqar tarafda bir 40 bir musulmon bo'lganlar ular ham shu maxfiy ostirdan uningga yordam bo'lgan bo'lishi mumkin. Ham bu yerdan cho'ng bir masala ham bir davlatninki podshosi suiqasdga uchrab bir hokimiyat o'rilib ketadi degan chog'da hamda u hech qachon 40 odam bilan bo'lmaydi. Balkim buni shu Abu Nasr Samaniy bilan O'rta Osiyodagi Abbosiylar bilan til biriktirib shu Sulton Stoq andan bu o'rnida ish qildigan bo'lib, keyin u Abu Nasr Samaniy shu Abbosiylarning qo'shinlarini ba'zi yerda mo'ktirma qilib, shunda bir suiqasdlar bilan hamda hozir bilingan bizning Uyg'urlarninki hamda davlatini, hokimiyatni shunda o'riga o'rib tikan. Ham tarixma shu o'qib olsanglar bo'ldi. Lekin bu yerda Nima? kechiring Hashimjon, bu yerda bizniki so'raydiganimiz zodi mushu din. Uyg'urlarga Sulton Sutuq Bag'roxandan kirgan mushu din, mushu islomiyat Allohni birlikka, Tangrini birlikka keltirgan islomiyatmi, dinmi? Yo'q, hamda bu bishig'iz kesib gaplarniki kesilsa yo'q, unday emas. Hamda men aqtirish qilib baqdimda, hamda Sulton Sutuqninki bizning vatanga kelgan islom dini Qur'ondagi din emas. Buni o'chqashkar deyish kerak buni xalqqa. Qur'ondagi din bu boshqa bir din. Hamda bizning vatanga kelgan din u Alloh Rasul Muhammad vafotlab keyin boshqalar o dindan foydalanib hokimiyatlarni yurgizib, shu Abbosiylarning vaqtiga kelgan chog'da o Abbosiylar hamda shunday xalqni birlikka keltiramiz, bir e'tiqod to'playmiz deb o'ydirib chiqilgan ba'zi bir ta'limotlarni shuna xalqqa din deb taqatgan shunda bir dinni bizning Uyg'urlar qabul qilgan buni. Hamda uni asosiy nimasi hozir men har qanday musulmondan so'zi deydiku, islom dini 5 narsadan ustida qurilgan deb shunday deb har qanday musulmondan so'zi shunday deydi. Hamda o 5 narsani hamda buni xalqqa deyish kerak, o 5 narsaniki Qur'onda, dinning asosi bo'lgan Qur'onda asosi yo'q, dalili yo'q. Hamda shu 5 narsadan ustida qurilgan shu ta'limotlarning hammasi Abbosiylar vaqtida Abbosiylar tarafidan o'ydirilib chiqilib, mushunda desang masalan shahodat kalimasi mashinada mushunda desang musulmon bo'lsa, andan kundalik qiladigan vazifang mushu deb 5 turlik narsani shu xalqqa din deb tashviq qilib, butun xalqni birlashtirish uchun o'ydirib chiqqan bir ta'limotlarni hamda shu Sulton Sutuqmi shu chog'ning o'ziga avval qarshi shu din o'xshaydi deb shunda qabul qilgan. Hamda u Sulton Sutuq shu Qur'onning ichidagi dinni zada shunda tushunib qabul qilgan bo'lsa, menimcha u unchalar emas. Chunki arabcha o'zi bilmaydi u tilni. Faqat ashula ko'tarib kelgan ta'limotni din deb qabul qilgan. Hamda meniki izlanib chiqargan xulosam ko'ra,
bizniki faciamizni aşağıdan başlangan deb men manda deb qaraydiganim birisi. Çünki hem de aşı vaqt gelgende hem de Uygurlar yat milletning arasıga tushib qolmay aşı özümüzning zeminde özümüzning hakimiyetleri bilan ba'zi cho'kab ba'zi ko'tarilib manda yashab kelganda hem şu Sultan Sultanike şu hakimiyetni qo'lga elishi bilan hamda tarixda şu nimani ko'tarsa desa bizniki cho'ng oldiga chiqara oladiganimiz shu Mahmud Qashqarininki Turk tillar divani bilan shu Yusuf Qasajevniki Qutatqı bilik şu ikki kitibini o'ttirg'a chiqaramiz. Ondan boshqa hamda Uyg'urlar davomli halokatga qarab mengib hamda 21 asrdagi ahvolimiz mana bu. Hamda buniki hamda men o'zimning shaxsiyatimdan gap qilsam, men o'zimning shaxsiyatimdan, o'zimning shaxsiy izlanishlarimga ko'ra bizning mushkul qilishimizdagi haliqi hammasi emas. Hammasi emas. Buning ichida nurg'unliqqa omillar bor. Lekin haliqi Bizdemki 10 tal o'qasa, uya beri tekka o'qda o'lmaydi, lekin ejalli kerak 5 tal o'qda o'lib qoladi-ku. Shunga o'xshash hamda bizga haliqi ejallik, haliqi bizni mushkul qo'yib qo'ygan narsa shu Sultan Sultonlikka qabul qilgan dini. Hamda u haliqi din Qur'ondagi din bo'lsa yo'q. Kis deyishga bo'ldiki, o Qur'ondagi din emas u. Qur'ondagi din boshqa din. Abbosiylarniki vaqtida Abbosiylar hokimiyati o'ydirib chiqqan, haliqi 5 nasrdan usti qurilgan bu din boshqa bir din. Shuning bilan Ondaqda sizniki men kesib etishimdagi sabab so'zingizdan kechirib so'rayman. Vaqtmi oyoqlashib qoldi. Agar mushu bayoningizdan biz Qur'ondagi din Allah'ını birlikte keltirgen din, lekin Sultan Satuk Buğraxan'dan Uygurlarga kirgen din Allah'ını birlikte keltirgen din emas deb yakunlasak, mushu yakun reallik uyg'un bo'lamdi. Bu yerda Allah'ını birlikte keltirgen din deb hamda bu yerda Xudoni birlikte keltirish deydigan bir narsa, amma men vaqtgacha diniy kitoblarda ko'rib boqmadim. Lekin meniki jazm qilib ishonchlik bilan deydiganlarim mushu insoniyatga her qabila, millat, urug' to'plam bo'lib yashagan shu insoniyat dunyosiga yaratqish Tangri o'zi tarafidan belgilagan rasul, elchi, payg'ambarlarni ivatish orqali shularga o'zining dinini yetkazib chiqqanimda. Yetkazib chiqqan. Bu yerda bütün yetkazilgan dinlarninki ilohninki, yaratqish Tangrininki birlikligi, uning hammasida umumiy birlikka kelgan dinlarning hammasida yaratqish Tangri bir. Lekin ibodat shakllari, ba'zi bir shariat, ondan keyin yana ba'zi bir Qur'oni Karimda minhaj deb opdi. Siz yaxshi tushunsangiz shu minhaj metod usul jihatda ba'zi bir o'xshamaydigan egizpasligi, o'xshamaydigan ahvollar mavjud. Meniki mening farq qilib topganim shu. Hamda mana Qur'ondagi dinda shariat deydi-ku. Hamda shu Qur'ondagi dinda arablarga Muhammadning o'zi arab-ku. Hamda Muhammad arablarga avatilgan, arablarning rasuli va payg'ambari. Hamda Qur'ondagi dinda shariat qilingan narsa shu Aysoga, Musoga, undan keyin shu İbrahim payg'ambarlarga ashlarga dindan shariat qilib berilgan narsalarni hamda Qur'onning o'zida shu Muhammad va uningki xalqiga shu shariat qilib berilib ekan. Bunun Sur Shuraniki 12-oyatda 21-oyatda shunday deydi. Sizlarga dindan Aysoga, Musoga, Nuhga shariat qilgan narsalarni, sizlar din qilgan narsalarni sizlarga shariat qildik deb aniq oyat bor. Hamda bizningki biz Uyg'urlarning bir qaymoqib ketgan yerimiz hamda biz boshqalarningki dinini qabul qilishda shu kitobning ichidagini to'liq tushunib o'qib, uni bir bilgan odamlardan tekshirib tadqiq qilib, manda qilma shu boshqalar ko'tarib kelgan shu afsona rivoyat, shu hadis, shuning hammasini qo'shibligi din deb qabul qilinib, endi bizningki asosliq faciamizninki asosli qismi shu deb men shunday deb qaraydiganlardan birisi. Şuan bu haqda ayrim gaplashsak bo'ladi hamda. Lekin men shunday deb qarayman. Rahmat Hashimjon Qashqari efendi, sizga ko'p rahmat.
Bugünkü bu programımızda mehmenimiz bulup bizge Tanrı'nın birligi hakkındaki kararlarınızı bayan kılıp biz bilen ortaklaşkanlığı için size köp rahmet ediniz. Hürmetlik körer anlarmen sizge mi bu hem birleşiş ortaklıkta rahmet ediniz. Bugünkü men şunda qarayman programımız muş yerde ahırlaştı. Hayır hoş. Allah'a emanet. Rahmat sizden meni qabul qilib ekraningizdan o'rin berganingizga rahmat. Hamda bizlarga men deganlarimning hammani to'g'ri deb turib olmayman. Bu haliqi fikrga qarshi fikrlarga o't yo'q. Biz ham shunda bir o'rgangicha biz bir millat, bir vatandosh, bir taqdirdosh bo'lish sifatimiz bilan haliqi o'zimizdagi kamchiliklarimiz qaysi, ortiqchiliklarimiz qaysi, hamda kamchiliklarimizni haliqi to'liqlab ortiqchiliklarimizni joriy qildirib, hamda millat sifatida umumyuzlik haliqi mavjudligimizni saqlab qolishimiz kerak. Shuning bu jihatda o'qiganlarimiz hammamiz o'zimizning bilganlarini, o'rganganlarimizni o'ttirib tashlasak, fikr almashtirish degan shunday bo'ldi. Ammo vaqtgacha Uyg'urlarning ichida erkin ozoda fikrni o'ttirib qo'ydigan bunda bir haliqi o'chqashgan munozara naatbak oz bo'lgan bizning millatimiz, xalqimiz bunga ko'nmagan. Uningkin haliqi o'rganmaganda hamda hozir texnika uchramlar taraqqiyotda o'qiydigan narsa shunchalar jiq. Şuna haliqi izlanishni bo'shash bo'lmay har kim o'ziningki haliqi tushanchisini kengaytib endi haliqi o'zimizni o'zgartirishimiz kerak deb men shunday qaraydigandim birisi. Shunga hamda haliqi bu bir tuyuqsiz bo'ldi bugan. Hani o'zingiz bilasiz tuniganlik deyishib bugan chiqib qoldi. Qani ba'zi bir gap so'zlar bu yerda haliqi men plan qilgandagidek haliqi men tayyorlik qilgandagidek yerdan chiqqan uchun ham turniqdan bo'lganlik uchun hozirgi bir tamtirash bir nima bo'ladi-da. Ham qolganiga hamda Undaq bo'lmadi. shunda davomlashtirsak hamda biz hammamiz o'rganguncha bizimizni rag'batlantirib To'g'ri. millatimizga ulgu bo'lib bersak haliqi erkin fikr maydoni, erkin ko'z qarashlarni o'ttirib tashlaydigan bir so'rni hozirlab bera olsak, hamda millat shundan taraqqiy topadi, haliqi fikr ideyasi shakllanadi, andan bilimi oshadi deb men manda deb qarayman. Shu hamda fidokorlik bilan praktikani o'rnida chiqib yaxshi paranglashdik. Shunga kam qolgan yerlari, xato ketgan yerlari bo'lsa anglashlar tuzib anglasa, to'g'ri fikrlarni o'ttirib qo'yib, ko'z qarashlarni, yaxshi tashabbuslarni o'ttirib tashlasa, xatolarimizni tuzib olsak ajab emas. Meni ekraningizdan o'rin berganingizga ko'p rahmat sizga. Ya bu sizning ekranınız ve sizge o'xshash ziyolilarimizningki, ulamolarimizningki ekrani. Şuna sizge ko'p rahmat. Rahmat.